Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, akalar, ukalar, musofirdagi akalar, tanijoyinlar, sog'mi, hamma-mommi. Akalar, charchamasdan yuribsizlarmi? Mana bugun biz yana sizlar uchun Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Market mol bozoriga keldik. Nasib qilsa mana shu bozorda hammasini bir tekislarga chiqarishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Bugun 26-fevral hafta kuniga payshanba Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Market mol bozori akalar. Videolarimizga like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Nasib bo'lsa sizlar uchun eng zo'rlarini chiqarib borishga harakat qilamiz. Xo'p, bismillah deb boshlaymiz videolarimizni akalar. Bizda Instagram, Telegram kanalimizga obuna bo'lmaganlar o'tib obuna bo'lib qo'yaverasizlar akalar. Mana shu yerdan bir boshdan sifat-chalilardan boshlaymiz, xudo xolasa. Mana bu yerda bitta g'unojinchamiz bor ekan aka. Xo'p. Bu g'unojinchalar nech puldan ekan? Bittasi ho'kizchami? Bitta ho'kizcha, bitta g'unojincha. Nech puldan aka bular? 22 ga 20. G'unojin 22, ho'kizchasi 20 million so'm. Yaxshi nasllikka bo'ladi. Yaxshi ho'kizcha ekan, xudo xolasa. Yaxshi ho'kiz bo'ladi shunimiz. Xo'p, bozor nima so'radi aka bular? 17 ga 15,5 so'radi, bermay turibsiz. Yaxshi, 17 ga 15,5 so'rabdi ekan, bermadim deyapti. Yaxshi mollar ekan. Bozoringiz bersin aka. Mana bu yerga sariqchamiz bor ekan. Nech pul aka bu? 11. Bozor nima so'rayapti? 9. 11 million bahosi, bozor 9 million so'm so'rabdi, bermabdi aka. Mana shu g'unojinchamiz. Bo'ylari 1.5, 1.10lar atrofi. Birdan balandroq lekin. Mana bu yerga ham ikkita ola paradachadan. Bular gibridchalarmi deymi aka? Gibridcha, semental bilan nimadirlar chatishgan variantlari. Xo'p. Nech puldan deyapmiz aka bularni? 11dan. Bozor nima so'rayapti? 18,5 so'rayapti, bermayapsiz. 11dan bahosi 18,5 dan so'rayapti, bozor bermabdi. Bozoringiz bersin aka, sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Rasbo, yaxshimisiz? Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Rahmat. Nech puldan deyapmiz, qo'rmaysiz aka, bozorlaringiz bersin. Nech pul deyapmiz aka buni? 11. Bozor nima so'radi aka? 9,5 ga bermadingiz. 11 million bahosi 9,5 ga berilmabdi. Mana shu g'unojinchamiz akalar. Bunimizda ham bo'ylari birdan tepa. 1.10 chiqmaydi, 1.10 chiqadimi? 1.10 chiqar ekan. 1.10 plus minus atrofiga olaverasizlar akalar. 9,5 ga berilmabdi mana shu g'unojinchamiz aka. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'linglar. Xo'p, savdo qilyapsizmi? O'ktam aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Necha so'rang? So'ravering. 8 million 200 ming so'rabdi, berilmabdi akalar mashinamiz mana. 8 million 200 ming so'rabdi, berilmay turibdi ana. Akalar. Ana bunimiz savdo bo'layotgan joyi akalar. Mana shu g'unojinchamiz ham savdo bo'lyapti. Yetti bo'lmaydi. Necha so'rayapsiz aka? 9 million so'm. 9 millionga berilmayapti mana shunimiz. Mana shu g'unojincha 9 million so'mga berilmayapti aka ana. Bunimizda ham bo'ylab o'sha 1.10 atrof. 1.10 plus minus atrofiga chiqadi akalar. Mana shu ham 9 million so'mga berilmayapti. Yaxshi mol bo'ladigan variant ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, chachim. Shunday. Bu ho'kizchami, g'unojincha? Irg'achi. Nech pul deyapmiz aka buni? Nech pul deyapmiz aka buni? 10. Bozor nima so'rayapti? Nechi so'radi eng tepasi aka? Eng tepasi nechi so'radi? Har xil so'rayapti dedi. 10 bahosi. Bozor har xil so'rayapti deyapti. Mana shu g'unojinchamizni. Xo'p. Ashiga savdo bo'layotgan joyi avji. Ya, kepollik. Mana ochiqqa tortaylik juda qisqa. Ho'kizchami ekan bu? Ho'kizcha. Oling, mana shu odam bilan oling. Yaxshi so'radi shu odam. Nechi so'rayapsiz? Nechi so'rayapti og'a bu?
Necha so'ralyapti? 10 million 500 ming so'm. Mana shu qizchamiz savdo bo'lyapti. Mana bu yigitchalar tortilgan. Oling, yaxshilab oling. Yaxshilab Bu olamiz. 10 bilan oling, bu 10 bilan. Bering to'g'a. Necha bo'ldi? 1 million 500 ming so'm. Barakamiz aka. Qani so'ramadim bu. Bozorga qarab so'rayapman. Sariq maydagina xusus. Barakam bu 10 million 500. Oyog'ini bosar mana. Bering to'g'a. Necha misol oldingiz? Necha misol oldingiz? 12,5 misol oldingiz. Biron nima siylab bering, bular ham bag'mi to'g'a. Bular ham bag'mi. Siylab bering. Ha shu qizchamiz 10 million 500 so'ralyapti. Bo'ylari birlar atrof akalar. Bu qizchamiz bo'ylari bir chiqadi. Birdan pastroq, birdan teparoq. Shu plus minus atrof, bir plus minus atrof akalar. Mana menga bir qizchamiz savdo bo'lyapti-ki, o'shani ham qo'yamiz. Necha savdo bo'lyapti aka bu? 14 million 200 mingga so'ralyapti, berilmayapti ekan mana bu qizchamiz. Berasizmi? Bering baraka. 14 million 150 ekan. Shu qizchamiz. Bunimiz bo'ylari biri 10lar bor, biri 10, biri 10dan sal teparoq akalar. Baraka topaymi? 14 million 200 ming so'ralyapti ekan. Berilmayapti. 14 million 200 ming so'm. Ana 14 million 200 ming so'm bo'ldi oxiri. Bering aka. Necha misol oldingiz? O'tkaysiz. Kiyim bilan o'lcharim so'raydi. Mazza qilmaydi. Barakami? Ol baraka deng, bir barakani olay ishiga. Hamiz ham aytdi. Ol baraka deng. Barakani shuni beraymi? Bering. 14 million 100 emas, men qo'shdigan 14 million 200 ming. Baraka topaymiz, bir kit. 1 ming olaman. Savdo bo'lyaptimi? Yomon chaynavringda. Mana. $14 million 200 mingga bergide mana shuni. Qaysi? O'ktamaga qaysi? Ha. Ha, shunimiz sotib. Aka, necha olindi ana shu? 14,5 olinibdi. Aka, shu 14,5 olibdi. Bozor sal kechigimizda. Ha, boya ko'rmadim-da. Ko'rmadim. Necha bo'ldi aka bu? 19 million 600 ming olinibdi mana. 19 million 600 ming olinibdi akalar ana shunimiz. O, mana bu yerga shivitchamizda yaxshi tushibdi, guli tushibdi. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Necha deyapsiz bu shivitchan aka? 20 bahosi. Bozor nima so'rayapti aka bu? 16,5 so'rayapti, bermayapsiz. 16,5 so'rayapti bozor, bermayapti akamiz. Ana shu qizchamiz, shivitchamiz yaxshi, yo'g'oncha ekan, zo'r ekan. Mana bu yoniga ham bitta bor ekan. Aka, bu shivitchangiz nechta bo'l aka? 25. 25 bahosi. Bozor nima so'rayapti aka? Bozor nima so'rayapti? 18-19 so'rayapti, berilmayapti. 18-19 ga bermabdi ekan shu qizchani. Bular bo'ylari birlar atrofi o'sha. Birdan plus minus 1.5 o'shanaqalar atrofida ikkalasidan bo'ylari akalar. O'shani qarab olaverasizlar. Mana, hop. Mana bu qizchamiz bittami savdosi nima bo'ldi? O'shani olib qo'yaylik bitta. Nima bo'ldi? Bitmadimi? Bering, bering, bir barakasini oldirib ketaylik sizdan. Bering. Olay ketdi, baraka topaymi? Mana YouTube'ga chiqib ketdik. Bering. YouTube'ga ham kelib Xotijon ekan bu deydi ko'rgan. Barakami? Qaynar bozori. Endi baraka topaymi? Ol 250 bo'lib ketdi. Endi baraka topaymi? Va tekis qilgan ishini beraman, tekis qilib so'rayman. Bitta tekis qilgan shu berib beraman. Tekis. Shunda baraka tekis so'ra. Ol 300. Topsam endi baraka? Endi bering. Bermaysan-a? Endi bering. Ramiz, bermaysan-a? Ber. O'ylam o'zing kerak. 10 so'raganimda 14 million 300 ming so'm mana shu qizchamiz. 300 ming qo'ydi. Baraka topaymi? 14 million 300 ming so'mga shu qizchamiz. Mendan boshqa yildan so'rab Bering aka. Bering. Odamlar yig'ilgan hamma anosi ana. Baraka bo'ldi ana. 14 million 300 ming so'm akalar mana baraka bo'lgan joyi realni olingan joyi. Ha, 14 million 300 ming ana shu ora qizchamiz sotildi akalar. Realnisi ana.
Hop. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nech pul ekan bunimiz? Nech pul deyapsizlar? 20 deyapsizlar. Bozor nima so'rayapti aka buni? 15 million so'mga berilmayapti. 20 bahosi 15 million so'mga berilmayapti akalar shunisi. Akalarimizniki. Qaysi savdo bo'lyapti Akbar aka? Mana bu ko'kshamiz savdo bo'layotgan joyi nech pulga? qo'ydim. Hahlan beraman. Qo'sh qilayim. 1000 so'm qatmayman. 1000 so'm qatmayman. Bu sizdan o'z bilan mal pulda qoldirman. 12,5 million jonzarda ol. 12,5 million so'm so'ralyapti ekan. 12,5 million. Va, ator qilasizmi? Shamiz, ko'kschamiz. Ko'k novvoscha 12 million 500 ming so'ralyapti. Bunimiz bo'ylari ham 1.5, 1.10 o'sha atrof, 1.10 chiqadi yo chiqmaydi. O'shanaqa. Siz olmadim. Molni oldim. Shu yigitni mana shu yigitni bloger. Bering tog'a. Xotin bozori. Yaxshi so'radi. Ma'qul kelsa 12,5 million 1000 so'm qatmayman. Bering. Ey ol baraka deng. Ol baraka deng. Topaymi baraka? Aka, men bitmayman. Yo'q aka, jirg'ilib so'ramiz, jemani ongmayli haqo'yim. Aka 12,5 million 1000 so'm qatmayman. Topaymi baraka? Aka, siz chaynayapsiz, men chaynayman shu. 12 million so'm so'rayapti odam. Konuşmasa 10 dedim sizga. Ben saat. Aka ham 150 o'tib berayim. Ma'qul kelsa mana 200 12 million 500 ming so'm olaymi? 12 million 500 ming so'm. Olaymi, olmaymi? Bir yardım bozorni. Lekin noto'g'ri. Bering tog'a. Bozordan ziyod so'rayotgan bo'lsa shu odamga bering. Borda hali hozir. Ha. Qabiladi uni 12 million so'm olib bar. Endi bor deb bering tog'a. Bor deb bering. Bular ham bamid. Qolganini bular izlab ko'rsin tog'a. Shu 500 mingni bular izlab ko'rsin tog'a. Bering. 12 so'ram paytdan qo'sh qo'ydingiz. Ha, bozor 12 so'ragan ekan, aka 12,5 so'rayapti ekan, mana shu kichani. Bozor 12 million so'rab turgan joyiga bu yoq 12,5 so'rayapti ekan. Endi bular ham bamid. Ikkita teshikkulcha umidvor o'shalardan. Bosing tog'a. Bosing. 12,5 million bizning qon pulim. Yering ustar akaligini. Hozir tamakamsiga qo'sh o'ylab qolgan bu. Hech. Men billaman qo'shdim. 100 ming qo'shing oling, 100 ming. Oling baraka. 12 million 600 mingga mana bu ham realni sotilgan baraka bo'lgan joy akalar. 12 million 600 ming so'mga shu kichkamiz sotildi. Sog' bo'lasizlar. Hop, mana bu yerga bitta ola paradachadan kelibdi. Gibrid bu, sementa bilan shivitni naqanadi bir chatishgan akalar bu. Yaxshi biz necha bu? 23. 23 bahosi. Bozor nima so'rayapti? 18 ga berilmayapti. Bo'ylari 1.10 1.15 atrofi. 23 bahosi 18 ga berilmayapti. Qaynar bozori. Necha bo'lyapti aka bu? Savdo bo'lyaptimi bu? Nechiga? Farg'odaga necha savdo bo'lyapti bu? 15 million 200 ming. 15 million 200 mingga savdo bo'lyapti mana bunimiz akalar. Bunimiz bo'ylari 1.10lar bor. 1.10 plus minus atrofi. 15 million 200 mingga savdo bo'lyapti. 6 oylik bizning Mana xonojinchamizni ham akamiz sotaman deyapti, Zuridan deyapti. Shuni ham bitta olib qo'y uka degani uchun bitta olib qo'yamiz. Mana shunimiz ham udar ekan, haqiqatan zo'ri. Mol qilaman deganlarga juda yo'g'on mol ekan. Nasib bo'lsa suttor zo'r mol bo'ladi. Aka, zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz buni? 20 million so'm bahosi. Bozor nima so'radi buni? Bozor 12 so'rashyapti. 12 so'rayapti. 12 dan biror nima qo'shsa berasiz. Ayting nomer. Biror nima qo'shsa berasizmi o'shanga? Ayting nomer. Nomerni ayting. 88lik 389 8445 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mana shu zo'riga. Qaynar bozordaman desalar, chot qilib beragan akalar. Zo'r. Mana shu molimiz o'sha nomiga aloqaga chiqaverasizlar, yaxshi mol. Keyin mana shu yerga ham savdo bo'layotgan joyi bor. Shu ho'kicham savdo bo'lyaptimi aka? Nechiga? 20 ga. Mana shu ho'kicham savdo bo'lyapti, berilmayapti ekan akalar mana. Mana savdo bo'layotgan realni joylarni olaylik. Ko'pchilik qimmat bozor, bunaqa bozor deydi. Mana 20 million so'mga mana shu ho'kichamiz berilmayapti akalar. Shivitlar bugun kam chiqqan bozorga. Shivitlar kam chiqqan bugun.
Bu yerga bitta bor, o'shani olib qo'yamiz. Hozir jonlik. Narxi nechi pul buni? 30 million. Bozor nima so'rayapti buni? 24 millionga berilmayapti ekan shu. 30 million bahosi 24 million bozor so'rab berilmayapti ekan. Ha. Shu kichamiz. Yaxshi o'qishchi ekan. Shu so'zimiz. Xo'p, shivitlar boshqa ko'rinmayapti. Mana kattaroq ho'kizlar olamiz. Yaxshimisiz? Uni savdo bo'lyaptimi aka bu? Nechiga? 17 million so'mga savdo bo'lyapti ekan. Mana shuni aka savdo qilyapti, berilmay turibdi 17 ga. Mana shuni. Mana 17 millionga savdo qilyapti aka, berilmayapti. Mashinamizni olamiz. Nech pullik aka bu salon aka? 20 bahosi. Bozor nima so'rayapti aka buni? 18 so'rayapti. 20 million bahosi 18 million so'm bozor so'rab berilmabdi aka. Mana akalar. Bunimiz bo'ylar 1.15 1.20 dan plus minus 1.20 plus minus taxminiy bo'ylar akalar. Yedenge. 18'e verirsen mi? 18'e verirsen mi yok mu? 18 yarım değil mi? 18 18 million so'mga berilmayapti mana shunimiz. 18 yarim bermaganimga oling deyapti. Oluvchi 18 so'rayapti. 18 ga yo'q. 18 ga bermayapti. Kattaroq ho'kizlarga o'tamiz endi shu bilan. Mana bu ham shvetellardan kelgan ekan. Shularni olib qo'yamiz bittagina. Nech puldan aka bu shvetlar? O ship. Aka bu shvetlar nech puldan? Nechidan deyapsiz? 30 dan kami bor. Bularimiz bo'ylari 30 million so'mdan kam bor ekan aka. Bozor nima so'rayapti bular aka? Bozor 26 dan. 26 dan bir joyga so'rayapti, bermayapsizmi? Yo'q, ikkitasini. Ikkalasini, ular ham 30 danmi? U mana unisi 35 30 ga yo'q. Ha, kattakoni o'rtadagi 35 bahosi 30 ga yo'q. Bularda 26 dan so'radi, bermadi ikkalasini. Ikkalasi 26 dan berilmabdi akalar. Hop. Shunday yaxshi mollar ekan, shivitlar, zo'rlar. Aka, bularga agar nomer qoldiramiz, nasib bo'lsa, sotiladimi xudo xolasa? Sotiladi, ha, nasib bo'lsa. Bormi izi? Bor. Izi bor ekan. Ayting nomer, ayting bularga bitta nomer. Aziz Noyizov kelyapti. Aziz kelganda. Az chaqiring rais bu. Az hayla shida shu ishda o'tiribdi. Ko'rgan? Kapıda kapılma. Ha, hayla shida shu ishda o'tiribdi ana. Sizniki bular. Ha, senda banda. Yaxshi mollar ekan, mana shu mollarimiz ekan. Zo'r mollar. Hop. Akalar, mana bunimiz 30 millionga berilmagan. Mana shunisi 30 millionga berilmagan. Hop, mana bu ikkalasi 26 dan berilmagan bir joyga. Qaynar bozori. Qaynar bozori. Shular 26 dan berilmagan bir joyga ikkalasi. Endi katta ho'kizlarga o'tib asta-asta. Xudo xolasa, nasib bo'lsa. Shoxli ekan bu. Odam qo'rqitdi ekan bu o'tgan odam. Mana shida katta ho'kizlarda kelamiz bir boshidan. Shunaqa qilib, qaysi savdo bo'layotganidan kelaveramiz. Gigantlardan, buqalardan, zo'rlaridan. Hamma şeyga o'yilib turibdi. Mana shu mol zo'r semirgan ekan lekin. Zo'r semirgan ekan mana shu. Ho'kizchamiz. Kimdan ekan bu? Savdo bo'lyapti. Ha, savdo bo'lyapti. Ko'rishdikmi? Bo'lyapti ekan buni. Savdo bo'lyapti. Nechiga savdo bo'lyapti ekan bu? O'sha yerga savdo bo'lyapti. Hoji aka, nechi so'rayapsiz?
Taroziga nech puldan? 64 qilib beraman. Mana 65 dan berganim yo'q. 65 mingdan berganim taroziga. Taroziga so'ralyapti akalar, bu ho'kizimiz Qaysi kanal? Qaynar bozori. Ha, ko'rgan bo'lsangiz o'shanda. So'rang, Sottorboy, yaxshi so'rang. So'rayman o'zini. Nima deb so'radingiz? 64 dan O'sha Qashqani 64 dan Jivoyevska, Qashqa zo'r semirgan ekan. 64 dan Jivoyevska. 64 dan so'ralyapti ekan. Buni endi qo'rqyapti, yog'li yo'qotadi. Shuni savdo bo'lyapti. 64 dan taroziga berilmayapti Jivoyevska akalar. Kattaroqlardan bular egasi kimligini bilib bo'lmaydi. Ha, shvitchan egasi kim ekan? Buni egasi kim ekan akalar? Necha so'rayapsiz aka buni? Buni 29 so'rayapti. 29 so'rayapsiz. Bozor so'rayapti 29. Ha, 29 ga bermadingiz. O'zingiz nechdan ishlayapsiz? Biz 40 deyapmiz. 40 million so'm bahosi 29 ga berilmayapti akalar. Mana shu ho'kizimiz, yaxshi ho'kiz ekan bu ham. 40 million so'm bahosi 29 million bozor so'rab berilmayapti. Orqalari bilan olib qo'yamiz, mana shunday qilib. Qaysini so'rayapsiz aka? Qaysi savdo bo'lyapti aka? Mana shu qorami? Nechiga? 23 million so'm mana shu qorami savdo bo'lyapti, berilyapti aka. Bizlarda videolarni tugatamiz. Endi yana bola sigirlarga o'tamiz, xudo xolasa. Mana shu kimdan ekan malla? Sizdan aka bu malla. Nech bo'lyapsiz? 35 deyapti. 35 bahosi. Bozor nima so'rayapti aka?